Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan Ingavirin dori preparati haqida gaplashib o'tamiz. Ingavirin dori preparati o'zi nima maqsadda ishlatiladi, qanday holatda ishlab chiqariladi, shu haqida gaplashib o'tamiz. Ingavirin dori preparati bu protovirusli, ya'ni virusli shamollashlarga qarshi dori preparati hisoblanadi. Bundan tashqari, yallig'lanish kasalliklarini oldini olishda qo'llaniladi. Ingavirin dori preparatining asosiy ta'sir etuvchisi pentadion kislotasini imidazolid etanamidi hisoblanadi. Ingavirin dori preparati me'da ichaklar orqali qon tomirlariga so'riladi. Qondagi maksimal konsentratsiyasi 30 daqiqada erishiladi. Ingavirin dori preparati asosan organizmni o'zini shaxsiy, ya'ni tug'ma immunitetini kuchaytirilgan holda kasallikka qarshi foydalaniladi. Bundan tashqari, ingavirin dori preparati yallig'lanishga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu yo'l orqali ingavirin dori preparati 2 xil dozada, ya'ni 90 mg hamda 60 mg dozalarda ishlab chiqariladi. 60 mg dozadagilar 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan patsientlar uchun qo'llaniladi, ya'ni bir kunda bitta kapsuladan bir mahal ertalab ovqatlanishdan qat'iy nazar qabul qilinadi. Ingavirin dori preparatining 90 mg dozalari asosan 18 yoshdan katta patsientlar uchun qo'llaniladi. 60 mg dozaligi bilan bir xil, ya'ni ertalab bittadan bir mahal qo'llaniladi. Biz yetmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotlar shulardan iborat. O'zingizni ehtiyot qiling.